Salam qadrli qarindoshlar, amalla yaxshi turdinglarmi? Biz aralıqda biraz vaqt o'zgarib ketdi. Oldingi hafta, ya'ni darsimizning davomini chiqaramidik. Bu jarayonlarda mencha biraz chiqishlar yuz bergandek qiladi, ya'ni Turkiyadami yo davrab balkim Turkiyada yashayotgan qarindoshlar bo'lsin, boshqadagi Uyg'ur qarindoshlar bo'lsin. Hammamizning ko'ngli yerim bo'ldi. Ham shuni ahvollar orqali balkim sizlarga nurg'un o'y fikrlar, nurg'un xiyollar kelib o'tgan bo'lishi mumkin. Ham shuni balkim sizlarning o'z oldiga jamoatinglarda shu sabablik, ya'ni ibodatinglar, duo ibodatinglar balkim jiqlab qolgan bo'lishi mumkin. Hech qilib nada bo'lmanglar, hammalarning tini jamon. Xudoning huzurida, Xudo bilan billa, Xudodan kelgan tinchlik ichida turishinglarni umid qilman. Menmu oldingi hafta, ya'ni bu hafta olsun, ya'ni boshqa seminar bo'lib qolib dars. Shu joylarga berib kelib, nanan qilmasa, biroz vaqt üst-üstüge kelib qoldi, bu ishlar uzrab qoldi. Shundan bugun olamni, ya'ni darsimizning davomi olamning yaratilish 42 bobni ko'rib o'taylik dedik. Andan keyin qarindoshlar, biz Telegramda bu haftadan boshlab, ya'ni qonun sharhi, ya'ni buni hozir Oyat Nuri hafta bo'lsin, buni qonunning takrorlanishi deb olibdi. Bu qonunning sharhi, ya'ni qonunni qayta izohlash, shu qonun sharhi degan shu qism kitobni biz o'qishni boshladik, anglashni, ya'ni o'qishni boshladik bu hafta. Bu nihoyat muhim mazmun, agar o'z oldinglarga o'qisanglar mayli. Har bir e'tiqodchi buni tushunib, cho'nqur tushunib, bir qatam anglab chiqsa, nurg'un savollarga, masalan, bizning hozirgi ahvolimizga, nurg'un xiyolinglardagi nurg'un bir tugillarga bo'lsa, mencha javob topa olasizlar. Buni cho'nqur tushunib o'qisanglar. Xudo bilan tunishinglarmi xeyli cho'nqurlashadi deb o'ylayman. Shuning uchun qarindoshlar vaqt-vaqtida bizning bilan tang anglab mangishinglarni umid qilaman. Ma'qul, biz shunday bo'lsa darsimizning mazmunimizga kelaylik. Oldi bilan biz 42 bobni bir qatam o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 42 bob. Qanon zamindimi ocharchilik bo'lgan edi. Yaqub Misrda ochlik borligini anglab o'g'illariga, "Sizlar bir-biringlarga qarshi bil turamsizlar. Nimishga bir chiqish yo'l topmaysizlar? Anglashimcha Misrda ochlik bor ekan. Ochlikdan o'lib ketmayli. U yerga berib biroz ochlik setib olib akilinglar" dedi. Bunun bilan Yusufning 10 o'gay akisi Misrga ochlik setib olg'ili bordi. Lekin Yaqub Yusufning inisi Binyaminni ular bilan avatmadi. Chunki Yaqub uning biror yomonlikqa uchrab qolishidan qo'rqatdi. İsrailning o'g'illari va boshqalar ochlik setib olg'ili Misrga berishdi. Chunki Qanondami ocharchilik ig'ir bo'lgan edi. Yusuf Misrning bosh vaziri bo'lg'achqa har qaysi joylardan kelganlarga ochlik setib berishga mas'ul edi. Shunga Yusufning akalari uning oldiga kelib, beshi yerga tekkicha uningga egilib ta'zim qildi. Yusuf akalarini ko'ribla tunib qoldi, lekin tunimasqa selib elib ulardan jiddiy qiyofatda. "Sizlar qayerdan keldinglar?" deb so'radi. "Biz Qanondan ochlik setib olg'ili keldik" deb javob berishdi ular. Yusuf akalarini tunigan bo'lsa-mu, lekin ular Yusufni tunimagan edi. U akalari to'g'risidagi kichik vaqtida ko'rgan tushlarini esiga olib, maqsadli holda ularga "Sizlar jasus, mamlakatimizning ojiz yerlarini chorlig'ili keldinglar" dedi. Ular "Yo'q, janoblari, kamillari ochlik setib olg'ili keldi. Biz akukalar rastchil odamlarimiz, kamillari hargiz jasus emas" deb javob qaytarishdi. Yusuf ulara "Yo'q, sizlar mamlakatimizning ojiz yerlarini chorlig'ili keldinglar" deb ching turib oldi. Ular "Ey janoblari, kamillari aslida bir otidan 12 qarindosh edik. Otimiz Qanonda turadi. Eng kichik inimiz uning yanida qoldi. Yana bir inimiz bo'lsa o'lib ketgan" dedi. Yusuf yana ching turib "Yo'q, men hozir aytgandek sizlar rostla jasus. Sizlarning samimiy yoki samimiy emasliklaringizni sinash uchun podshohning nomi bilan qasam qilamanki, kichik ininglar bu yerga kelmaguncha sizlarni hargiz qo'yib etmayman. Sizlardan biringlar berib uni elib kelinglar. Kepinglar isbotlanguncha qolganlaringlar bu yerda zindonda tursizlar. Ininglarni akelmasanglar, hammanglar cho'qim jasus bo'lib hisoblanasizlar" dedi. Shuning bilan ularni zindonga qamab 3 kun tutib turdi. 3-chi kuni Yusuf ularga "Men Xudoga ixlosmand odamman. Agar sizlar mening shartimni qabul qilsanglar, bir qo'shiq qiyininglardan kechaman. O'zinglarning samimiy odam ekanliklaringizni isbotlash uchun bir odaminglarni zindonda ko'ray qo'yib,
Қалғанларыңлар қайтып, алған ашлықларны айлаңлардaki açarçılat qalanlarga yetkizib beringlar. Andan kichkininglarni bu yerga elib kelinglar. Shunda qilgandila so'zinglarning rostligi isbotlandi da o'limdan aman qolasizlar dedi. Ular bu shartni qabul qilib o'zaro burun biz enimizga ziyankesh qilg'ashqa hamda uning qisasi qoldik. Biz uning azobini ko'rib turib yalvursimi pisit qilmagan edik. Shunga bu balo qazoga yo'liqdik deyishdi. Ruben ularga "Mən sizlərə bu balıq tegməyli desəm sizlər anlamadыңlar. Əmdi şu qan qarasını töləyidən bolduq" dedi. Yusuf ularning sözünü düşəndi. Akılları bolsa bunu bilməydi. Çünki Yusuf ular bilan tərcüman arqılıq sözləşkən idi. Yusuf özünü çət gelib yığılab taşıldı. Andın qaytıb kirib Şimonni ayırıb ularning aldıda onu bağlatdı. Yusuf xizmatchilariga akillarning tog'arlariga ochliq to'ldirib, ochliqqa to'lagan pullarni tog'arlariga selab qo'yishni va ularga yo'lliq uzuq-tulik tayyorlab berishni buyurdi. Hamma tayyorlab bitgandan keyin ular olgan ochliqlarni eshaklariga ortib yo'lga ravon bo'ldi. Qo'nalg'i joyiga borganda ulardan biri eshaklariga yem berish uchun tog'arini echib o'z pulining tog'arda turganligini ko'rdi-da qarindoshlariga "Ular pulimni qaytarib etibdi. Mana tog'arning ichida turdi" dedi. Ular hang-tang bo'lishib qo'rqqan holda o'zaro "Bu Xudoning bizga qilgan nemishidu" deyishdi. Ular qadan qaytib kelib, atasi Yaqubning oldiga kirib o'tgan ishlarni bir-birlab so'zlab berdi. Ular mundaq dedi: "Misrning bosh vaziri bizga qattiq gap qilib, bizni ularning davlatini chorlig'iga kelgan deb aybladi. Biz uningga biz jasus emasmiz, biz samimiy odamlar. Bir otadan jami 12 qarindosh edik. Bir inimiz o'lib ketdi, eng kichik inimiz Qanonda otamizga hamroh bo'lib qoldi degandik. Biroq u sizlarning samimiy yoki samimiy emasliklaringizni sinayman. Bir odaminglarni qamoqda tutib turman. Qolganlaringlar qaytib olgan oshiqinglarni ocharchilik qilgan oilanglarga yetkazib beringlar. Ondan kichkininglarni mening yonimga olib kelinglar. Shunday qilsanglar, sizlarning jasus emas, balki samimiy odam ekanliklaringlarga ishonib qarindishinglarni qaytarib beraman. Bu yerda turib qilib ovqat qilsanglarim bo'ladi" dedi. Keyin ular oshliqlarni to'kkanda o'z pullarining tog'arda ekanligini ko'rishdi. Ota bolalari pul qapchiqlarini ko'rib intayin qo'rqdi. Yaqub ularga: "Sizlar meni hamma o'g'illarimdan ayirib etamsizlar. Yusuf yo'q bo'ldi, Shimonni tugashdi. Endi Binyaminni ilib ketmoqchi bo'ldinglarmi? Balo qazoning hammasi mening beshimga kelamdigandi" dedi. Ruben atasiga va'da berib: "Agar men Binyaminni qaytarib kelmasam, mening ikki o'g'limni o'ldirib eting. Kichik inimiz Binyaminni menga omonat qiling. Men uni cho'qim qaytarib kelaman" dedi. Lekin Yaqub ularga: "Bu o'g'lim sizlar bilan bormisin? Uning bir qursaqdan bo'lgan akisi o'lib ketib, yolg'iz qoldi. Mubodo u yo'lda biror ko'ngilsizlik yo'liqib qolsa, men hasarat chekib o'lib ketaman" dedi. Xo'sh qarindoshlar, naq bo'lsa biz mazmun kelaylik. Bu babni 42 babdan boshlab toki 45 babgacha qanday mazmun desam, Qanon oldingi babda Qanon zaminda ocharchilik bo'lgan, ya'ni Yusuf degan mazmunni degan emas, ya'ni oldingi bab qisqacha xuloslasak, ya'ni 41 babda Yusuf ya'ni Misrning bosh vazirligiga chiqqan emas, bosh vazirligiga chiqib, uningdagi Xudoning donoligi, ya'ni uning ato qilgan Xudoning donoligi, aql farosati, oldin ko'rarmanligi tadbirlari bilan Misrda oldingi 7 yil Molosul vaqtida Mosullarni yig'ib olib, ularni qanday saqlash, ularga qanday tadbir qilish deganlar bilan ham shuningdek oqidan ocharchilik boshlagan vaqtda uni xalqlarga ammoga qanday taqsimlash ishlarni Yusufga Xudoning ato qilgan aql farosati bilan, donoligi bilan, yo'ritilishi bilan mushunday ishlarni Yusufning yaxshi tadbirlar bilan qilganligiga oid mazmunlarni ko'rgan edik. Ya'ni ocharchilik boshlangan emasmi? Ocharchilik boshlanib, atrofdagi allardimi ocharchilik bo'lganligiga oid mazmunlar bilan, ya'ni atrofdagi davlatlardimi shunday ocharchilik bo'layotganligi bilan mazmun tugagan edi 41-babda. 42-babda bo'lsa, ya'ni Qanon zaminda, ya'ni Yusuf va Yusufning yurti bo'lgan, Yaqub turgan shu zamindami ocharchilik yuz berib, bu Yusufning akalari, ya'ni o'gay akalari, ya'ni Atibir, ana boshqa shu akalarining Misrga, ya'ni Yusufning oldiga oshiq og'ili kelgan deki shu mazmun, ya'ni Yusuf bilan akalarining uchrashishiga oid mazmunda. Mushundaq akalari bilan Yusufning uchrash mazmuni toki 42-babdan 45-babgacha uzrab mangdi. Bumu toki Yusufning o 7 yosh vaqtida qulluq akalar tarafidan suiqasd planlanib setib etilib,
Onun Potifar'ın uyda duruşu, akıdın zindanda duruşu, akıdın Mısır'da yine padişahının aldıda yine baş vezirlik tayinleşi deyen oxşaş mezmunlar bilen oxşaş həcimdə şu kadar uzurap mağadığan bir mezmun nime dese Yusuf'ның akıllarını sınaydıgan sınaş mezmunu yani şundaq 4 babqa ayrılıb uzurap mağadığan akıllarga özünü tunuşluq bergen kadar bolgan mezmun hem şundaq uzun demekçi. Muşu mezmunlar var. Şoňa bugünkü məzmunumuzda aldı bilen 42-nji babdymy hem dastlapda ýene şu Yusuf'ның nime üçin muşundaq akıllarga muşundaq muamele qalyga ait məzmunlarny etip ýetdi. Şuning üçin bu 42-nji babdyny biz çoň 3 məzmunga ýene 3 bileke bilip görsek aldı bilen akıllary Yusuf'ның aldyga berişi anandan keyin yani Yakup deydemiz akıllarını yani Yusuf'ның akıllaryny Yakup evet deydemiz Mısırga berip aşk hekilingler olturamızlar qaraplardı. Şuning üçin akıllary bilen Yusuf bilen onun akıllarynyň uçuruşy barmaz. Uçuruşy anandan keyin Yusuf'ның bolsa akıllaryny casus dep qasdan olany casus dep akıllaryny synaýdygan synyşy anandan keyin ahyrky mezmun bolsa yani olar Yusuf'ның akıllarynyň ahwallary beýleýän qanan gaýtysy akıllarynyň özara diyalogları var emas mı? Olar arkalık bizim körüp etadigan mezmunlarımız var degендek. Mana şundaq mezmunlar belki biz mundaqla okup köýgen wagtymyzda biraz bu mezmunlar kızıkarlık bolsunmu? Lakin biz bu mezmun arkaly Huda bizge nimeni yetkizmekçi idi. Biz biz hayatımızda tatbiqlashimiz kerek bolgan mezmunlar nim bu idi. Huda bu arkaly, şu mezmun arkaly bizge nim demekçi idi. Biz turmuşymyzda, qandaq işlarda, qandaq ahvallarda tatbiqlay alaydygan qandaq mezmunlar bar idi diýen suallarny anqaraş biraz täsirek yani iniq bolgan bir nime eyleyiş biraz asan bolmaýdygan mezmun. Şuning üçin biz awal bir körüp öteleni bilekler boýunça abay diýdik emas, 2-3 bilekki bilip görümizdik. Şu bilekler boýunça aldy bilen körüp öteli. Yani aňaldy bilen 42-nji bab garsak Kanan zeminde açaçylyk boldy. Yani Yakup Mısırda aşyk barlygyny anlap oğulları sizler bir-biriňle garaşyp turamsızlar. Nemişki bir çykyş ýol tapmaýsızlar dep durup ballaryga diýdemiz. Mısırda anlasam Mısır aşyk barken şoň üçin berip aras aşyk setýärlerinde berim Yakup biz qaraytamysak Yakup izçil aşağı bir aktif bir karakter edi emasmy? Aktiflik bilen aldın maňydygan aşağı bir karakter bu herkes passip halatda qarap durýan, saklap durýan adam emas. Aldırango aktif şuna bir tirişçan deýmiz. Maňa aşağı bir nemelerim bar. Pursatparaz, wastalla boltamaýdygan diýen bilen o ýene çoň ogulluk, tunji ogulluk hukuk eriş üçin pursatlarny nynkylyp duran, pursat wastalla nynkymasdan tatyp awal emasmy? Hem şunala atysynyň heli dua kıldygyny anlap, nynkymaý şu tatyp alganlygy gaýet mezmunlanma. Hem onuň hayatymyz körüp etgen edik, onuň hayatyny görüş arkaly onuň naýda aktiv aldın şu qarap saklap oltamaýdygan aktif halatda aldın özü aldın sapmaýdygan aldıran qarak şuna meje saratymyz görüp ötken edik. Şuna oxşaş bu ýerde ýene Yakup demisem açarçylyk ýüz bergendikin, kananda açarçylyk ýüz bergendikin bu ahwaly qarta aldın ala hemişlan okuşup anlaşymyş mesela aşyk barken dep işte şu sürüşdürüp diýendekçi. Aşnalan kılıp hem de ballarga mes aşyk hekilingler yani aşykda ölüp ketmeýleydi ballaryny iwetke mezmun bar. Şunda kılıp mana Yusuf'ның 10 ögey aksy Mısırga aşyk setip alyp bargan mezmun başlandy. Aşlan kılıp hem de akıllary şunda kılıp Mısırga yani Yusuf'ның aldyga Yusuf mesul başka bu işlerga akıllary Yusuf'ның aldyga kelip 5 ýerige tekçe onuňa eýgilip täzim kılıp qallığı aytmaz mı? Bu ayet biz qarayamsak Yusuf'ның düşünün köken düşünün bäyni toluq halatda amalga aşırganlygynyň hem bir ifadesi desem boldy. Yani yaratylyş, alamny yaratylyş 37-nji bab 7-nji 9-njy ayetlerde Yusuf başta köken düşün akalarga şuna dep begen emasmy? Yani men buğday tikleriniň qıwatypdymyz. Menin buğdaylarym tik turup sizlerniň özüňe egilip turupdy degen düşlerini digen emasmy? Andan ýene birisi bolsa Düşüde koyaş, ay ve 11 yıldızmı Yusuf'ga təzim kılıp durganlyga ait şuna düşlerini akalara dep bergen emasmy? Şuna diýen wagtda bolsa akalary öşüp ketgen emasmy? Yusuf'ga öşüp ketdi. Sen bizning padşahlarnyň padşahy edek.
bizni boshqarib hukmronlar bizga hukmronlik qilmoqchimi deb turib Yusufning oldida shuni norozilik qilib uningga o'sh olib uning hasad qilib oxiri suiqasd ishlagan emasmi mushu 42 bob qaraydamiz ya'ni mushu mazmun ironiy holda bosh Yusuf akalarni yo'qlab kelish uchun uydan ya'ni Ibrondan yo'lga chiqib Dotanda akalarning borligini anglab surishtirib shu joyga borgan vaqtida akalar bo'lsa Iroqdan ko'rib tushib kelibdi uni o'ldirib o'tayli deb suiqasd qilgan emasmi endi bo'lsa yana 42 bobda bo'lsa akalari Yusufning oldiga kelib beshi yeriga tekkicha uning egilib tazim qilgan mazmuni bor biz qaraydamisak yana arada az deganda 20 necha yil ya'ni 22 yilga yaqin vaqt o'tgan emasmi ya'ni Yusuf bo'lsa Misrda Potifarning uyida va zindonda 13 yildek vaqtni o'tkazib andan keyin bayashatchilik yili 7 yil o'tib 20 yil andan keyin acharchilik yillari boshlangan bo'lg'achqa bir 2 yil o'tdi deylik. Yani birinchi acharchilikning tunji yillari balkim bilinmasligi mumkin. Yani ikkinchi yillari deb faraz qilsak bo'ladi. Yani shuning uchun Yusuf yani arada 22 yil o'tgan, 22 yil o'tgan shunday vaqtlarning ichida vaqtda akalarning ham Yusufning oldiga kelib, dal shu beshi yarga tekkucha uning egilib ta'zim qilganligi Yusufning bo'lsa akalarni ko'rib bilan tunib qolganligini, lekin tunimaslikqa sog'alikqa oid mazmun deydi. Bu yerda yani Yusuf akalarni tunimaslikqa savogan qiyofatga selib elishdiki maqsadini bu yerda kichik vaqtida ko'rgan tushlarni esiga elib deb maqsadli holda ularni jasus ya'ni charlag'uchi deganligiga oid mazmun chiqib keladi. Ya'ni bu yerda Yusufning akalarni qasdan bu yerda tunimaslikqa savilib ularni sizlar degan jasus mamlakatimizning ojiz yerlarini charlig'il keldinglar, charlag'uchi deb shuna deyishini. Ba'zilar balkim buni Yusuf balki qisos avotidi deb o'ylab qolishi mumkin. Ya'ni Yusuf akalari Yusufga solgan shunday azob oqibatlari, aksin bo'za qilganliklariga qarata Yusuf qalbida akalariga bo'lgan shunday nima qalb bilan qisos avotidi deb o'ylab qolgan demlan bo'lishi mumkin. Va yoki bu yerda Yusuf nima uchun akalarni qasdan bu yerda maqsadli holda jasus deydigandu. Bu jasus nima bu jasus deb akalarga jasus deb bunday nima qilishning sababi nimadu degan savollarmi bu yerda tug'ilishi mumkin. Ya'ni bu aradan 20 necha yil o'tgan, ya'ni bu oz vaqt emasda, shunda uzun vaqt o'tgan. Yusuf musofirchilik, shunday hayotida ya'ni yig'isbaslik nurg'un ishlar boshdan kechiramiz. Tuhmat degan o'xshash, nohaqchilik degan ishlarni nurg'un ishlarni boshdan kechirib, hatto oldingi qatimda bolalariga qo'ygan ismlar orqali ham uning butun hayotidagi Xudoning iltifoti bilan uning hayotiga qanday qarg'anliqlarga oid mazmunlarni biz hammasini oldingi bobda ko'rib o'tganga o'xshash. Bu shunday 20 necha yil vaqt o'tgan vaqtida akalarni, oilalarini seg'ingan Yusuf ham shunday oldingi bobda o'g'liga unutildirgan deb turib o'zining o'g'liga ism qo'ygan, o'zining ismini qo'ygan Xudo butun dardimni va otamning oilasini ko'nglimdan ko'taribdi deb bu yerda unutildirgan deb turib tunji o'g'lim Manasseh degan ism qo'yganliklardan biz Yusufning bu yerda dardimni ko'taribdi deyish orqali akalarning barliq qilgan ishlariga Xudoning mehri shafqati, Xudoning o'zining ustida qilgan mehri shafqati, rahmati bilan akalarga qarg'anligi, ya'ni Xudoning ko'zi bilan barliq ishlarga, barliq bo'layotgan ishlarga, bo'lgan ishlarga Xudoning irodasi, Xudoning ko'zi bilan qarab turib, bu ish akalarning garchi akalarning suiqasd tufaylidan chiqqan bilan bu ishni Xudo o'zi yetaklaganligini bu to'g'ri tushunib, akalarga o'shmalik qalb emas, balki aksicha bu Xudoning irodasi yo'lidagi, ya'ni Xudoning yetaklash yo'lidagi bir irodasi yo'lidagi xayrlik ish deb tushunish orqali akalarga nisbatan akalar burun mayli uning o'shmalik qilib, uning hasad qilib, uning qilgan bilan akalarga bo'lgan ichi og'ritish, ham shunaqla shafqati bilan ularga bo'lgan kengqursoqlik bilan tutgan bir qalbining borligini biz bolalarga qo'ygan ismlar orqali ko'rib olaydik. Undan bo'lsa nimishqa bu yerda Yusuf qasdan holatda akalarga
өзінің kichik vaqtida ko'rgan shu tushlarni esiga olib jasus deb ularni sizlar bizning mamlakatimizning ojiz yalinchorlig'iga keldinglar deb qasddan shundoq bir qalpoqni kiygizgandu degan bir savollarga javob topishimizga to'g'ri keldi bugungi mazmun orqali. Bu Yusuf, bu yerda biz endi bu Yusufning shunday maqsadli holda akalar shunday muomala qilishidagi sababini biz bugungi mazmunda ikki yerdagi mazmun orqali biz ko'ra olamiz. Birisi bo'lsa tushish, ya'ni kichik ko'rgan tushini esiga olib maqsadli holda shunday qolgan. Yana birisi bo'lsa 42 bab 17-oyat qaraydigan bo'lsak, yo'q, men hozir aytgandek sizlar rostala jasos. Sizlarning samimiy yoki samimiy emasliklaringizni sinash uchun deb bu yerda akalarni sinash uchun qasddan shunday muomala qilib tunimaslikqa selib ularni jasus deganligini mushu mazmun o'zida bizga anqaratqizadi, ya'ni bizga tushuncha hosil qilib beralaydi. Shuning uchun akalarga qasddan tunimaslikqa selib qasddan alada jasus deyishlik sabab bo'lsa, birisi tushu sababidan, yana birisi akalarni sinash uchun ekanligini ko'ra olamiz. Unda bo'lsa Yusuf zodi tushlarni esiga olishidagi ham shunala akalarni sinashdiki bu yerdagi maqsad muddasi nimadu degan narsalarni bizga balkim keladi bu yerda. Shuning uchun ham bu yerda maqsad holda shunday jasus degan emasmi? Ham shunday sinash uchun podshoh nom bilan qasam qilamanki deb turib bularni oldi bilan bularni 3 kun solab qo'yib zindonga qamab qo'yib 3 kun. Andan keyin 3-chi kundan keyin men Xudo ixlosmand odamman deb turib Shimonni aqalib qolganni bo'lsa, sizlar uyinglarga oshliq olib beringlar, kichkininglarni olib kelinglar deb turib Shimonni ayrim so'loqqa olib qolganlarni evat etganligiga oid mazmunlar bor. Undaq bo'lsa, bu yerda biz avval dedik, kichik vaqtidagi tushlarni esiga olib, ham shunday aqllarni sinash uchun deganligini biz dedik. Undaq bo'lsa, bu yerda Yusuf zodi aqllari bo'lgan bu munosabatda aqllarni tunimaslikqa selishi, maqsadli bo'lgan jasus deyishidagi buning maqsad muddasi nimadu degan bir savolga nisbatan biz ko'rib o'tadigan bo'lsak, oldi bilan biz qarasak jasus, ya'ni nima uchun boshqa bir qalpoq qo'ymasdan aqllarni nima uchun jasus degan bir savol oldi bilan bizga tug'ilishi mumkin. Biz qaraydigan bo'lsak, biz o'ylab baksak bu jasuslik degan xiyonat nima deymiz, jasuslikni bu jinoyatga nisbatan biz nima bilan tushuna olamiz? Bu jasuslik orqali bo'lsa salohiyat, ya'ni aqllarni jasus degandan keyin aqllari o'zining ahvollarini deydi emasmi? Deydi, yo'q, janoblari kamillari osh sotib olib keldi. Biz rostchilar odamlarmiz, bir oddidan 12 qarindosh edik deb turib, o'zining ahvolini, salohiyatini, kimligini, qanday oila tavobati borligini, nasli jamoati haqidagini, ularning yurt makonlari to'g'risidagini, ishqilib ularning barliq kechirmishlari, ularning barliq ishsizlarini mushu jasuslik orqali, ya'ni bu boshqa odamni jasus deyish orqali uning barliq ishlarini, tarixiy keçmişleri hamısını so'rab tushunadigan bir jarayon emasmi? Mushu orqali bu yerda Yusuf ham yana birisi sinash uchun, ya'ni samimiy emas ekanlarni sinash uchun deb turib, aqllarni biroz qiynagan mazmunlar bor. Bu mazmunlar orqali bizga demoqchi bo'lgan, ifodalamoqchi bo'lgan mazmun faqat bir, aslida bu tushib bo'lsin, aqllarni sinashga maqsad bo'lsin, ifodalamoqchi bo'lgan mazmun bir. Garchi bu vaqtda Yusuf bayan biz dedik tushuni, ya'ni aqllar uningga ta'zim qilgan bug'doy orqali, tush orqali bo'lsin, mayli oy, quyosh, yulduzlar orqali ko'rgan tush orqali bo'lsin, shu tush orqali Yusufning hayotida boshqa bir o'zgarish, ya'ni Xudoning uning hayotiga bo'lgan, uning hayot ustidagi bo'lgan irodasi, plani, Xudoning uni yetaklashi shu tush orqali boshlangan emasmi Yusufning? Shu tushi bilan başlanğan Yusuf'ның hayatı, Xudoning uning yari bo'lgan hayoti, Xudoning uning ustidagi cho'ng irodasi, amalga oshirmoqchi bo'lgan planlari, shu Yusuf orqali Xudo o'zining xalqi bo'lgan, o'zining ahdi xalqi bo'lgan, ya'ni Ibrohimdan boshlangan shu ahdi xalqi bo'lgan, o'zining shu xalqining ustida amalga oshirmoqchi bo'lgan shu irodalarni biz oldingi mazmunlarda Yusufning Xudo bilan bo'lgan munosabatidagi Yusufning e'tiqodini ko'rish orqali shularni shu jarayonlarda tunib yetganligini biz ko'rib o'tgan edik. Ana shunga o'xshash, garchi bu tush bu aqllariga shu ayni vaqtda shu tushuni esiga olib degan vaqtida, garchi shu tushuni esiga olishi, aqllarining unga ta'zim qilishi,
degan bir mazmunni ko'rsatgan bilan bu yerda faqatlam akalarni o'ziga ta'zim qildirib olish uchun shu tushuni esiga olib akalarni o'zining oldida ta'zim qildirish uchunla shunaq akalarni shunaq qiynalganligi emas, balki akalarni sınashda bu Yusufning tüpki maqsad muddasining borligini, ya'ni akalarning hozirgi o'zgarishi, hayoti, ularning qalbidagi o'zgarishlar olsun, ya'ni 20 yil ayrim turda emasmi shu jarayonlarda bularning qana o'zgarganligi, burunqi qilgan ishlariga, qilgan etganlariga shuna bir pushaymon qilgan, tavba qilgan qalbining bor yo'qligini sinash ekanligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Chunki akalar javob berganda biz 12 qarindosh edik. Eng kichkinimiz otamizning yanida qoldi, yana bir inimiz bo'lsa o'lib ketgan deb akalar shuna javob berdi. Bu yerda o'lib ketgan degan so'z asli qanday so'z desak yo'q degan so'z. Ya'ni yo'qi ketdi, aramizda yo'q, aramizdan ketdi degan o'sha so'z. Aldida Yusuf tursa, ya'ni Yusuf turgan vaqtida akalari uningga o'zining yo'qligini deydi emasmi? Yusufning yo'qligini deydi. Amaliyotda o'zlari Yusufni setib etgan, ya'ni suiqasd qilib, hatto o'ldirmoqchi bo'lib degan o'sha nurg'un suiqasdlar qilgan. Lekin endi bu yerda Yusufning oldida albatta bu yerda bular bilmagachga bular Misrning vaziri deydi emasmi? Vaziri deb tushunib turib, ular Yusufga akalari bo'lsa, yana bir qarindishimiz bo'lsa o'lib ketgan, ya'ni aramizdan ketgan deb javob berdi emasmi? Shunga Yusuf buning yog'anligini biladigan bo'lg'achqa o'zi qayta yo'q deb 12 oyatda yo'q sizlar mamlakatimiz aziz yerlarni chorliqqa keldinglar deb tushuntirib olgan. Endi 14 oyatda Yusuf yo'q, men hozir aytgandek sizlar rostla jasus. Sizlarni sinash uchun, ya'ni samimiy emasliginglarni degan gap ayni tilda, ya'ni asli tilda yo'q, lekin shuni tushunishkim bo'ldi. Sinash uchun podshohning nomi bilan qasam qilmayki, kichkininglar bu yerga kelmaga jargisdan qo'yib etmayman degan o'xshash. Ya'ni maqsadini sinash ekanligi aytib, bularni sinash deb qasdan akalarni shunaq bu yerda qayta sizlar jasus deb turalishiga maqsadining ularning chin qalbidagini bilmoqchi ekanligini, ularning o'zgarganligini, qalbining pushaymonda, tövbada borlig'ini, yo'qlig'ini, tövba qilganligini degan o'xshash shularning qalbini bilish uchun, qalbini tushunish uchun bular sinash, akalarni sinash uchun qilganligini bu yerda biz ko'ra olamiz. Chunki bu sinash desa, ko'nahdida shu qadar jiq chiqadi. Xudo ko'p ishlatadi bu sinashni, o'zining xalqiga ko'p ishlatadi. Masalan, biz bugunlam qonun sharhida o'qib chiqqan 8-bobdimi deydi, ya'ni 8-bob 2-oyat qaraydigan bo'lsak, Parvardigor Xudoying seni tuvan qilib, ko'nglingda nima borlig'ini, uning amrlarini tutadigan tutmaydiganligini bilay deb seni sinash uchun 40 yil cho'l bayomini yetaklagan shu yo'lni aslagin deb turib, Parvardigor Xudoning o'zining xalqini sinash uchun. Yani bu sinashga maqsadi ularning ko'nglida nima borlig'ini, ularning ko'nglida Xudoning so'zining borlig'ini, yo'qlig'ini shuni sinash uchun qiladi. Ya'ni shu cho'l bayovonda yetaklash orqali Parvardigor Xudoga haqiqatan tayinib, ishonch bilan ko'nglida haqiqatan Xudo bo'lgan ishonch borlig'ini, ko'nglida Xudo bo'lgan mehr muhabbatining borlig'ini bilib baqish uchun Xudoning o'z xalqini sinash uchun shuni ashlanganligini, ya'ni 40 yil cho'lda turganligini, mang'uzganligini ham bu yerda deydi. Bu yerda emas, Yeshua bilan Sardarlar qismining nimasi qarasaqmi? Yeshuada, ya'ni Sardarlarning 1-2 boblarida qaraydigan bo'lsak, shu joydami Parvardigor Xudo sizlarni sinash uchun keyingi avlodlaringlarni hatto Xudoning so'zini tutadigan tutmaydiganligini sinash uchun ba'zan bir Qanon xalqidagi ba'zan bir millatlarni butunlay chiqarib etmadi deb turib, asli Xudo va'da bergan emasmi? Shu zamindagi Qanon zamindagi shularni butunlay yo'q chiqarib, qo'g'lab ularni İsraillarni shu zaminda o'ltiraqlashtirish uchun Xudo va'da qilgan. Lekin Sardarlar qismida aniq deydiki, ya'ni bir qism az shu millatlarni qoldiqlarini qoldirib qo'yganligiga oid mazmunlarning sababining bo'lsa, Xudoning o'z xalqini sinash, ularning amrlarini tutadigan tutmaydiganligini, qisqasi ko'nglida Xudoga bo'lgan ishonchining borlig'ini, Xudoga bo'lgan sevgisining bor yo'qligini sinash uchun shu shundaq
qanondagi ba'zan bir millatlarni qoldirib qo'yganligini ham aytadi. Mush qonun shariatni ham oxirlab davomli o'qiydigan bo'lsak, shularning ham mazmunlari tafsiliy chiqadi. Endi qisqasi nima demoqchi desa, bu sinash degan vaqtida sinashning birdan bir asli maqsadi nima desa, shu ko'nglida nima borligini bilib beqish. Ko'nglida nima borligini tushunish, bilib beqish uchun ham yana birisi bo'lsa, shuna qalbida shuna bir sevgi, muhabbat degan narsalarni bilib beqish, bor yo'qligini bilib beqish uchun ko'pincha shu ko'naqtida ko'p qo'llanilgan bu so'z. Shuning o'xshash ham bu yerda Yusufmu aqllarining qalbidagini Akıllarının hozirgi hayotini, ularning barliq nimalarini bilib beqish uchun, sinash uchun bularni mushunda jasus deb turib, izchil jasuslik bilan bularga qalpoqni kiygizib, izchil shundaq bir dialoglanganligini biz bu yerda ko'rib olamiz. Chunki endi buni yana nima orqali bila olamiz desak, mush oxirgi mazmunlarda akıllarning o'zaro deyishgan dialoglari chiqadi. Yusuf izchil shuna degan vaqtida ular deydi, yani 21. ayet qaraydigan bo'lsak, ular o'zaro burun biz inimiz ziyankesh qilgashqa, uning qisosi qoldik, uning azobini ko'rib turibsaqmi, yani u yalvursimi, biz uning pisat qilmagan edik, mana shu balo qazo yo'liqdik deydi. Oxirsida hatto pullari chiqqan vaqtida bu Xudoning bizga nima qilgan ishidu deb turib 28. oyatda pullarning qaytarib etilganligini ko'rib qo'rqqan holda Xudoning bizga qilgan nima ishidu deb turib biladiki qo'rqinish, bu qo'rqinishning sababi bo'lsa Yusufga qilgan shu sababi, shu Yusufning qon qisosi, Yusufga qilgan shu suiqasdi Yusufni setib etganligi bilan bog'lanishlik ekanligini izchil deydi. Biz mazmun qaraydigan bo'lsak, qo'rqqan holda degan oyatlar ko'p uchraydi. Yana 42 bob 28 oyatda ular qo'rqqan holda Xudoning bizga qilgan nima ishidu deyishidi. Andan keyin ular o'z pullarining yana hammasi pullarining tag'irda, o'zlarining tag'irda ekanligini ko'rishgan vaqtidami, ota balla pul qapchiqlarini ko'rib intayin qo'rqishdi deyishidi emasmi? Shu orqali aqllarda bo'lsa shu Yusufga qilgan ishlariga nisbatan qo'rqinish, Yusuf qilganliklariga bo'lgan echinishi, Yusufga shunday suiqasd qilib uni setib etganligi orqali bu ishlarni o'zlari duchor bo'lgan bu ishlarni, ya'ni Yusufga qilgan o'zlarining shu ishlari bilan bog'lash orqali bularning qalbida shuna bir tavba, Yusuf qilgan ishlariga bo'lgan tavba qilishning, Yusuf qilgan ishlariga bo'lgan o'kinishning hasratining shunday ifodalari borligini biz ham bu yerda ulab ko'ra olamiz. Shunga qisqasi hamda bu yerda bu mazmun chunki oxirida yana davomi bor, ya'ni 43, 44, 45 oyat qadar bor. Bugungi mazmun orqali, ya'ni 42 bob orqali nimani maqsad qilib, nimani ko'rmoqchi degan vaqtimizda Yusufning bo'lsa barliq ishlarga, mayli o'ziga bo'lsin, o'zining hayotiga bo'lsin, mayli aqllariga bo'lsin, hozir muomala qilganda, garchi aqllarni sinash uchun, ularning qalbida nima borligini bilib beqish uchun, ularni jasus deb turib, ularga ularni qiynagan bilan Yusufning bu yerda izchil ko'rayotgani, izchil qarayotgani aqllariga bo'lsin, oldidagi ishlarga bo'lsin, buning Yusufning izchil ko'rayotgani nima desa, Xudoning irodasi, Xudoning o'zining ustida amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasi, o'zi orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlariga bo'lgan chunqur tunishi bilan, shu ko'zlari bilan qarayotganligini biz bu yerda ham ko'ra olamiz. Aqllariga ham aqllar garchi o'ziga shunday suiqasdlarni o'shmanlik qilib uning yaxshi muomala qilmagan bo'lsa-mu, suiqasd qilib uni sotib etgan bo'lsa-mu, hatto uni o'ldirmoqchi bo'lganlik bo'lsa-mu, uni quruq-quduq tashlab etgan bo'lsa-mu, hatto aqllarga yalurib shunday qilgan azoblangan holatda aqllarga yalurib shunday qilgan bo'lsa-mu, aqllarning shunday uni setayotgan bo'lsa-mu, u yana aqllarga Xudoning o'ziga qilgan mehr shafqati, iltifoti bo'yicha aqllariga rahimdilligi bilan, ichki og'ritishi bilan aqllariga shunday qarag'anligini biz bu yerda ko'rib olamiz. Bu orqali bizning yig'inchoqlab xulosalaydigan mazmun nima desa, biz bir og'iz so'z bilan yig'inchoqlasak, haqiqat bizning doim kunlik turmushimiz so'zlaydigan haqiqat egilsimi sunmaydi deydigan bir so'zimiz bor. Ondan biz nemishqa haqiqat egilsim sunmaydi deymiz. Haqiqat garchi, ya'ni Xudoning irodasi, Xudoning haqiqati.
Xudoning irodasi bilan, Xudoning haqiqati bilan yashashda ching turganlar, garchi ba'zan vaqtlarda vaqtincha, ojizlarcha, chorisizlarcha tispikkan bo'lsa-mu, lekin ularning ustida, ya'ni Xudoning ularning ustidagi irodasi, ya'ni Xudoning haqiqati, Xudoning irodasi, plani o'z navbatida va vaqti soat kelgan vaqtida cho'qim bu haqiqatning tik turib, g'alaba qozonganligi, amalga oshiradiganligini biz haqiqat egilsim sunmaydi deymiz emasmi? Shuning o'xshash bugungi mazmun orqali nima ko'rib olaymiz desak, garchi shu vaqtda Yusuf kichik vaqtda, ya'ni 17 vaqtida tush ko'rish bilan Agarchi Yusufning aqllariga bu tushni ifodalab deyishi, vaqti soati usullari, garchi aqllariga sal o'shmanlik, hasad qo'zg'agan bilan, lekin Yusufning ustida Xudoning aniq bo'lgan bir irodasining bor ekanligini, ham shunala Xudoning bo'lsa Yusufni shu irodasi yo'lida elib manganligi, asta-asta yetaklanganligi, ham shu irodasi bilan Xudoning Yusufga yor bo'lish orqali o'zini jonqur tunutganligini biz bu yerda ko'rib o'tgan edik. Shuning o'xshash Xudoning irodasi, Xudoning plani Yusufda bor bo'lgan. Lekin aqllari bo'lsa, Yusuf shu vaqtda shu ishlarni degan vaqtda aqllari uning hasad qilgan emas, hasad qilishib, o'shmanlik qilib, uni ko'zidan yo'qotmoqchi bo'lgan. Shuning o'xshash Xudoning irodasi muqarrar holda Yusufning ustida bor edi. Lekin aqllari buning Xudoning irodasining Yusufning ustida ekanligini bilmagan, tushunmagan. Bilmasligi bilan, tushunmasligi bilan Xudoning irodasiga bo'lgan bilimsizligi bilan, tunimasligi bilan, Xudoni tunimasligi bilan inisiga behuda zarar qilgan, zarar keltirib, ularga yaxshi emas muomala qilgan. Lekin Xudoning irodasi barhaq Yusufning ustida bor bo'lganligi uchun bu irodasi bilan Xudo izchil Yusufga hamroh bo'lib, Yusufning ustida bu irodasini izchil amalga oshirayotganligini biz ham ko'rdik. Ham shunala aqllarining bu Yusufning shu tushimi, ya'ni aqllarimi Yusufning oldiga kelib, boshları yetakcha ta'zim qilish orqali ham shu Xudoning shu irodasining vaqti soat kelganda amalga oshirilib, hatto aqllarimi Yusufning oldida ta'zim qilib, Xudoning shu irodasi bo'yicha shu amalga oshganligini biz ko'rib o'tdik. Yusufning bu voqeasi, ya'ni bugungi bu mazmun bilan yana ulanishliga bo'lgan mazmun nima desa, biz Hazrat Aysoniki hayotiga qarab o'tsakmi, uniki kriska maqlanib, oxirisida o'ldirilib, tirilishigacha bo'lgan vaqtlarda biz qaraydigan bo'lsak, ya'ni Yahudiylar shu vaqtda Tavrat ustozlari deymiz, shu vaqtda Saduq yaqimdagilar va yoki boshqa Parsiya yaqimdagilar bo'lsin. Bular kimlar desa, Tavrat ustozlari hatto kimlar desa, Xudoning so'zini, qonun farmonlarini o'rganib, hatto shu xalqlarga, ya'ni Xudoning xalqiga o'rgatadigan Labbiylar, bu Labbiylar degan shu Xudoning so'zini o'rgatishga mas'ul bo'lganlar emasmi? Lekin dal shu Xudoning so'zida izchil o'tirib qo'yilgan Rab Aysonning qutquzg'uchi ekanligini, Rab Ayson keldiganligiga oid mazmunlar izchil Tavratda, Xudoning so'zlarida izchil ta'kidlangan bo'lsa-mu, lekin shu Xudoning so'zini qo'l olqinida tutib turib, tushunamagan, anqiramaganlar ana shu Tavrat ustozlari edi. Shularmu ana shu Xudoning so'zini tushunmaganligi uchun, haqiqiy bilmaganligi uchun ular shu yangi hayotda qaraydigan bo'lsak, Hazrat Ayso deymiz, sizlar bilimiz deyotganliginglar, ko'ryapmiz deyotganliginglar bo'lsa, sizlarning asli ko'mayotganliginglardir deb boshlanma deydi. Tavrat ustozlari shuna deydi. Shunga o'xshash ana shu Xudoning so'zini qo'lida tutib turuvchilar Hazrat Ayso kelgan vaqtida, Hazrat Ayso, ya'ni Xudoning o'g'li, qutquzuvchisi yer yuziga kelgan vaqtida uningga hasad qilishib, onun keyindan nurg'un xalqlar uning ta'limini anglashga intizor bo'lib, uningdan Xudoning so'zini anglayotgan vaqtida bu Tavrat ustozlari ular xalqimiz uning keyinan ketdi deyishib, hasad qilishib, ya'ni Yusufning aqllari Yusufga hasad qilganga o'xshash, shu vaqtda Tavrat ustozlari Yahudiylar ana shu Xudoning xalqi qatoridagilar, Xudoning xalqi deb atalganlar shu Hazrat Aysoga hasad qilishib, uni kriska maqlatganlar ana shu Yahudiylar va Tavrat ustozlari edi. Ham uni hatto
Vali Pilatus onu qo'yib etay deb turib o'tib ketish yetida bir jasusdan birini, ya'ni jinoyatchidan birini qo'yib etish nimasi bo'yicha Hazrat Ayson qo'yib etimi degan vaqtida bo'lsa-mu, ana shu Tavrat ustozlari kuch ko'rtib, xalqni kuch ko'rtib, uni kirishga muhlatqizish nimasini deb turib, uni o'limga mahkum qildirishni izchil turganlarmi ana shu Yahudiylar edi. Biz qaraydigan bo'lsak, bu Yusufning shu kechirmishi bilan Hazrat Aysoning bu kechirmishi ham o'xshab qoldi. Shuning o'xshash, lekin Hazrat Ayso bo'lsa, oxirgi kirishga mahlangandan nima deydi desa, ata ularni kechirgin, ular hozir o'zining nima qilayotganligini bilmaydi deb. Shuna deydi. Bu yerda biz Yusufning qalbini ham biz bu yerda ko'ra olamiz. Yusuf shuna deydi. Yusuf bu yerda aqllarga bo'lgan o'chmaylik bilan emas, balki aqllarga bo'lgan ichag'ritish, shunday bir qalb bilan qarawatganligini, ularning qalbida nima borligini bilib beqish maqsadida shunday qilayotganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Shunga o'xshash ham Yusufning voqeasi bilan bu yerda bog'langanini, shu Hazrat Aysoning shu voqeasi keligini biz ham ko'ra olamiz. Ham oxirsida nima deydi desa, Xudo aytgan qutquzuvchiga muborak demagicha sizlar Xudoni qayta ko'rolmaysizlar deb Hazrat Aysoning degan bu yerda so'zi bor hatto. Shuningga o'xshash bu yerda Yahudiylar bo'lsin, mayli ustozlar bo'lsin, mayli kim bo'lsin, qayta Xudoning so'zi bo'yicha, Xudoning irodasiga bo'lgan tunishi bilan, Xudoning irodasi oldida tiz bukib turib, Xudoning irodasi, Xudoning va'dasi bo'yicha shu aytgan qutquzuvchiga iymon etmaguncha sizlar Xudoni qayta ko'rolmaysizlar deganga o'xshash. Bu yerda Yusufning bu aqllarining ustida, ya'ni aqllariga shunaqalar jasus, sizlar rostli jasus deb turib ularni sinash uchun shuna ishlarni, ya'ni sinash uchun aqllariga mana qalpoqlarni qo'yish orqali ularning qalbida qanday ishlarning, ularning ko'nglida nima ish borligini ham bilib beqish bo'lsa, yana bir maqsad bo'lsa, Xudoning oldida qilmoqchi, ya'ni bu acharchilikqa nisbatan bo'lsin, Misr zaminida va yoki butkul qanon zaminlarda ham Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan eng xalqliq bo'lgan bir irodasi bor emasmi? Ya'ni Isroillarni, ya'ni shu Yaqub oilasini Qanon, ya'ni Misrga elib kelish. Chunki Xudo Ibrohimga allaburun degan, sening avlodlaring keyin Misrda 400 yil qul bo'ldi degan emasmi? Shu va'dasini, ya'ni shu Ibrohimning avlodlarini Xudo ana shu Yusuf orqali Misr zaminiga elib kirmoqchi emasmi? Shu Xudoning irodasi, va'dasi, plani amalga oshirmoqchi bo'lgan tahi ashib qolgan shu va'dasi, planlari bor emasmi? Shuning o'xshash, shu oldida Xudoning bu ularning turmushida, ularning hayotida, ularning oldidagi kunlarida amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlari bor bo'lg'achqa, bu yerda Yusuf aqllariga bo'lsa, bu yerda o'zining shaxsiy hissiyoti bo'yicha muomala qilmasin, o'zining hayoti bo'yicha muomala qilmasin, balki Xudoning irodasi, Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishlari, Xudoning planlari bo'yicha muomala qilganligini, ularga shuna bir ichag'ritish bilan muomala qilganligini, ham shunaqla ularning qalbidagilarini bilib beqish orqali ularga Xudoning oxirgi mazmunlarda biz davomini ko'ramiz. Bu yerda biz bayon deb o'tdik, Xudo bo'ladimi, ya'ni Yusufning aqllaridimi azroq qo'rqish degan gap o'zining xatoligi, jinoyati, gunohi sababidan kelgan qo'rqinish emas, ya'ni Xudoga bo'lgan, Xudoning oldidagi tavba qilish, pushaymon qilish, shunday bir jarayonlari oldimizga mazmunlarda ko'rib o'tildi. Biz bayonni biroz ko'rib o'tdik. Shuning o'xshash bugungi mazmun orqali biz o'zimiz turmushimizda, hayotimizda yanchaqlay oladigan bunday bir ikki mazmun borligini biz ko'ra olamiz. Birisi bo'lsa, Yusufning aqllari qilgan, garchi hozirda davomi bor, to'liq chiqmadi. Shundan so'ng bugungi mazmunni azroq deb o'tganimizga o'xshash aqllariga o'zining shaxsiy hissiyoti, shaxsiy qarashi bilan muomala qilmasdan, balki Xudoning irodasi, Xudoning so'zi bilan ularga rahimlarcha, shafqatlarcha muomala qilganligini biz Hazrat Aysoning hatto nimasi bilan ulab turib biz ko'rib o'tdik. Shunga o'xshash biz hayotimizdagi ishlarga biz ham hayotimizga odamlarga bo'lsin, bizga qanday muomala qilgan, bizning hayotimizga qanday to'salg'ularni va yoki qanday bir ishlarga sababchi bo'lgan odamlar bo'lsin, ularga ham biz Xudoning ko'zi bilan, Xudoning bizning ustimizda amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasi bilan ko'ra oladiganligimizni biz ham bu orqali ko'rib o'tsak, yana birisi nima desa, biz Xudoning irodasi bilan yashashda ching turgan vaqtimizda, garchi biz nurg'un
oңышсızlıqlarga və başqalarının gəp söz deb, halkımızın gəp söz qilishlarga, uşaq sözlərə shundaq uchrashimiz mumkin. Hatta ba'zan vaqtlarda boshqalarning oldida shu qadar ojiz, o'zimizni shu qadar ojiz his qilishimiz mumkin, shu qadar chorasiz his qilishimiz mumkin. Hatta shundaq bir boshqalarning aldashlariga suiqasdga uchrashimiz mumkin. Lekin shundaq bo'lsa-mu biz Xudoning üstümüzdeki iradesi ve planı boyunca yaşashda ching turgan vaqtimizda, tavramay ching turgan vaqtimizda Xudoning bizning üstümüzdeki iradesi, plani o'z navbatida vaqti soati kelgan vaqtida cho'qim amalga oshirilganligini, gerçi biz etrafımızdakiler, yakınlarımız, hatta bizim ailemizdekiler olsun veya ki hatta biz itkacı deb qaraganlar olsun, gerçi bizni xato tushunib veya ki bizim qilayotganlarimizni tushunmasdan bizga gerçi yaxshi emas muomalada bo'lsa-mu, bizni xato tushunsa-mu, bu ishlarning vaqtincha ekanligini, o'z navbatida vaqti soat kelgan vaqtida Xudoning shu irodasi bo'yicha bizni hamini, bizning ustimizga irodasini amalga oshirib, bizni hamini ana shunday ishlardan, uvalchiliklardan bo'lsin, o'qishmasliklar ichidan bo'lsin, bizni yo'riqlikqa, ya'ni qayta chiqib bizni ko'tardiganligini, mazmun ko'tarib qayta turg'izadiganligini biz ham bila olamiz. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmunmi hem çeçilangu hem biraz ne deyimiz bu düşünüşsel g'uva mazmun, biraz g'uva bo'lgan mazmun. Shunday bo'lsa-mu, men faqat bu so'zlarni bu darslarni deyish orqali Xudoning sizlarga mehr shafqat qilib, sizlarga kerak bo'lgan ilhom so'zlarini, sizlarga kerak bo'lgan Xudo o'zining uchurlarini mush mazmunlar orqali sizlarga yetkazishini tilayman. Gerçi bunun ichida egizpas bo'lib oldi-keyni biza qamlashmagan gaplar qilib ba'zan o'qishmasliklar bo'lib qolsa, hatto tushunadigan mazmunlar bo'lib qolsa, Xudoning sizlarga yordam qilib, shunday mazmunlarni to'g'ri tushuntirib berishiga tilakdoshman. Ma'qul qarindoshlar, biz keyingi qatimliq mazmunda davomli ko'rishaylik. Hammanglarga Xudodan kelgan aql farosat, cho'nqur tushuncha, bo'lib Xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqur tushuncha, cho'nqur anqirash, Xudoning so'ziga bo'lgan tashnalik, shunday bir qalbni sizlarga ato qilishini umid qilaman. Ma'qul qarindoshlar, omon bo'linglar.